Xo'p, endi akalar bu nimalar aytyaptiki, akalar o'sha ideal ko'rim, ideal jamoasi aytyaptiki, ustozlar aytyapti, Hamidullo aka, Ulug'bek aka, Shuhrat aka deganlari bor ekan, o'shalar ham. Shuhrat aka menga ko'ra ko'proq foydasi tegdi, Shuhrat tog'aga rahmat. Xo'p, Shuhrat tog'a aytdiki, molni birinchi ko'zini to'yg'izib oling uka dedi. Molni ko'zi to'ysa, keyin sekin o'zi yeydi. Tashlagan yeymizni. Birinchi tashlaganimda ko'pgina yeb qo'yatuvdi. 3 kiloni tashlasam, 3 kilo selos tashlasam, ideal ko'rimda aralashtirib, 100 gramm ideal ko'rimda aralashtirib, tezda yeb qo'yatuvdi mol. Keyin selosni ko'paytirib, qo'rqmang dedi, ko'paytiravering dedi. 10 kilo bering dedi. 7 kilo bering dedi. Qancha ko'p qolish kerak foizi mana shunday qolish kerak dedi. Xo'p dedim, mana qoldi 5%. 6%mi shunaqa, hozir menda 7% shunaqaroq. Qo'rqmang, tashlavering dedi. Bosing gazni dedi Shuhrat tog'a. Keyin qoladi o'zi dedi, qoldiradi dedi. Molni ko'zi to'yib olsin birinchi dedi. Ko'zi to'ymasa yo'rar ekanda, 3 kilo bersiz. Shunaqa bilan kombayn bo'lib ketdi mol. Shunaqa ko'p yedi, tez yedi. Shu holda.